Gilamimizde razmeri 3,5 metr, 6 metr bo'ladi. Bu общем gigant kattalikda ishlangan razmer. Buni bahosini to'g'risi 2 million 600 ming so'm, 2 million 500 ming so'mdan kam bermaganmiz. Xudo xolasa shu ochilish munosabatimiz bilan 1 million 250 ming so'mga qo'yib beraman. 1 million 250 ming so'mga 3,5 ga 6 lik. 3,5 metr, 6 metrlik katta gigant gilam bo'ladi. Katta zalingizga bemalol bosib bersangiz bo'ladi. Oyapolar, hurmatli og'alar, kelib turib endi bu videoni kimga berib qo'yishni bilasiz. 1 million 250 ming so'mga 3,5 ga 6 razmer. Bu yoqdagi Turkman pechat bu gilamlar necha so'm? Eng mashhur gilamlardan birisi bu. Endi qarang, o'zi bu gilamni 2026-yilda topish qiyin bo'lib turibdi. Mana yipqa variantlari getdi turibdi, farshik variantlari. Endi bu eng qalini bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, version 2,5 sm bo'ladi. Elde 3 qat, orqasida 3 qat do'qilgan eng qalin version zo'r gilamlarimizdan bo'ladi. Mana endi kvadrat metriga 200 ming so'm, 250 ming so'm sotganmiz. Agarda shu videomizni Beruniylik qarindosh urug'lar jo'natib keladigan bo'lsalar, 1 kvadrat metrini qarang. 149 ming so'mdan beraman. Hamma razmerlar bor. Lekin, aytdik, ko'rishingiz mumkin bu eng qalini bu. Eng qalini naturalniy narsa, naturalniy turkman gilam ishi bo'ladi, xudo xolasa. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu gilamni bilgan odam biladi. Bizlarning uyda da bundan bor. Hozirgacha yuvib chiqib orqayin yillar davomida ishlatsangiz bo'ladi. Kelib turib, undan tashqari bu yerdagi barcha gilamlarni 1000 marta videoni ko'rgandan 1 marta do'konga kelib turib o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz yaxshi. Videoni maksimal darajada barcha yaqinlaringizga, tanishlaringizga, sinfdosh, gruppadosh, hammaga, og'ayin, tug'on, tuxumtachi hammaga berib tashlang. Maksimal darajada shunda videoni ko'proq odam ko'radi va aytib o'tilgan arzon narxdagi gilamlardan hamma xarid etib qolishi mumkin. Narxlar menimcha rastan arzon. Albatta kommentda fikringizni kutib qolaman. Qachon kelaman deb plan etib tursiz shunda. Videoni maksimal darajada yibarib qo'ygan bo'lsangiz, yibarib jo'natib qo'yganingiz uchun rahmat. Podpiska bosib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Shunda Beruniyning ichida bo'lib turgan shunday yangiliklarni hammadan birinchi o'p ko'rib, hammadan birinchi o'p bilib borasiz. Endi